Dasturimiz davom etadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida 2 ayol 15 yoshli bolani 50 million so'mga sotmoqchi bo'lgani aniqlandi. Tezkor tadbirda ulardan biri bola uchun 20 million so'm olayotganida qo'lga tushdi. Voqeaning to'liq tafsilotlari haqida muxbirimiz xabar qiladi. Samarqandda odam savdosi jinoyati fosh bo'ldi. Odamfurushlar 15 yoshli bolani 50 million so'mga baholashdi, ammo savdo pishmay qoldi. Bola savdosi jinoyati juda murakkab. Ko'pincha uni tashkil qiluvchilar, qarindoshlar, tanishlar yoki atrofidagi insonlar bo'ladi. Samarqandda yuz bergan holatda ham shunday bo'ldi. Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi ayol o'zining 15 yoshli jiyanini pulga sotishga uringan. Odam savdosi qurboni bo'lgan. 50 million so'mga baholangan bolaning taqdiri hech kimni qiziqtirmadi. Biroq fuqaroning organ xodimlariga qilgan murojaatidan so'ng savdo rejasi oxiriga yetmay qoldi. Bolani begona oilaga pul evaziga sotishga uringan shaxslar Samarqand tumani Ichki ishlar bo'limi, tezkor qidiruv bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligidagi tezkor tadbirda qo'lga olindi. Men jiyanim Jonibekni 20 million so'mga sotayotgan paytim qo'lga olindim. Qilgan ishimdan juda ham pushaymonman. So'z O'zbekiston bolalar mahallasi uyushmasi Samarqand filialida tarbiyalanayotgan jiyani uchun kelishilgan puldan 20 million so'mni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan ayol endi qonun oldida javob beradi. Bola esa hozirda himoyaga olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari boshlangan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.